Aka, sariq bola tuxumi bormi? Surishni kerak aka. Sariq bola tuxumi. Nima? Sariq bola tuxumi bo'ladi-yu, sizlarda bormi shu narsa? Yo'q, bizda tovuq tuxum bor, sariq bolani tuxumi yo'q. Tovuq emas, menga sariq bola tuxumi kerak surishni. Qanaqa odamsiz? Menga qarang. Jinnimisiz? Sariq bolani tuxumi nima qiladi do'konda? Mendan-chi bedanani tuxumini so'rang, tovuqni tuxumini so'rang, kerak bo'lsa straus tuxumini so'rang, topib bering. Sariq bolani tuxumini nima qilaman men? Nima baqir-chaqir? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima bo'pti? Sariq bolani tuxumini so'rayapti-da. Men qara. Klient sigda prab. Klient nima desa, uzra top kelishga majbursan. Tushundingmi? Bor sariq bolani tuxumini top kelgin. Xo'p bo'ladi. Bo'l, aka hozir hal qilamiz. Aka, mana Toshkentni olib keldim xo'jayinim aytgani uchun. Nimasi kerak, o'zingiz hal qilib oling. Jinnimisiz? Bular sariq bola to'yis kerak dedimi do'koningizga? To'ysiz tuxum deyapti. To'ysu. Mana sariq bola to'yis aytyapti. Mana, aka. Mana shu to'yis bo'ladi, sariq bola tuxum mana shu. Ha, o'g'cha mana shuni so'raganda. Tuxum edi, mashina aytyapti. Ha,